Assalomu alaykum va rahmatulloh. Skuter Qo'qon kanali a'zolari, mana sizlarga zo'rdan bo'lib qo'ydi. Xudo xolisa, o'ta chiroyli bo'ldi. Hozir bitta qaralarni yoqib berasiz. Aqal bitta inadi o'zini inshoollohni ko'rsatib yurasiz. Bir qaralarni yoqib berasiz. Ko'pchilik eshiklari shishali deydi, bu yana bitta ko'riklar eshiklar yopilishi bemalol o'zini yopilaverasizlar, bemalol. Kimdir oyni ochilishi qana bo'ladi? Eshityapti biriktalar. Mana innovatsiya. Ana bo'ladi. 2026-yilda yashayapmiz. 2020-asrda narsalar. Menga faqat bo'ldi. Yopilmay qolmaydi. Keyin buni orqasida bemalol bozorlik qilgan joyi bor, hozirlar ko'rsataman. O'sha bozorlik qilgan joyini hozirlar ko'rsataman. Bu ham albatta kalitda ochiladi. Kalitda ochib, orqasiga bozorlikda qilib bemalol do'stlar bilan nima kerak bo'lsa, avvalo o'zlariga mos narsalarni olishadi. Shahar tashqarisiga bir ro'ga dam olgan kelishadi. Yomg'irli havolarda bemalol. Bu polilarni ko'zlarini, bu polilarni polilar ham gazon polilardan qo'yilgan bunga. Mana o'ta chiroyli qilib qilingan, o'ta chiroyli. Buni qarang yumshoqligini. Bosin o'ziniki, hamma yo'q o'ziniki bo'ladi. Buni tablolariga keladigan bo'lsa, tablolarimiz hamma yo'qda ko'rsatib turadi. O'ta go'zal tablolar. Monitorlar chiroyli ishlab beradi. Eng muhimi, sizlar qayergadir keta turib, ob-havoni bilishlaringiz mumkin. Mana haroratni ko'rsatib turadigan joylargacha bor. Haroratni ko'rsatib turadi, havoning haroratini. Hamma ma'lumotlarni olib turaverasizlar. Zadnilarga olganlaringda albatta o'sha zadni kameralar yo'q. Orqadagi narsalar ko'rsatib turadi. Bu narsamiz kimga ma'qul yo kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Batafsil ma'lumot beraman. Boshqa ranglari ham bor. Chiroyli ranglardan ham sizga. Limon ranglari ham bor. Mana bunisini ham bitta salonni ichini ko'rsatib qo'ying. Mana limon ranglari. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz. Arqa panellarni ko'rsatdingizmi? Mes qo'yapti, mes. Bemalol mana. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, mana. Baquvvat, o'ta baquvvat narsa. Xudo xolasa. Sinab deganlarga to'pmasdan ko'rsatyapti. Sinab deganlarga mana shu holat o'ta go'zallashgan. Endi hamma mashinalarni chiqaryapti, bu qilyapti, mashinalardan yangilik o'zi. Bitta sensor qo'yib qo'yishibdi. Mana Xitoyliklardan o'rganlar. Buni qarang, sensorlar yonagan qilib, odamga qulayliklarni ko'p ekan bunda, xullas bemalol olib, oqib yuriladigan mana shu bo'ladi. Shu